Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda madlar mavzusini o'tgandik. Asli madlar bilan tanishdik. Bugun inshaalloh sizlar bilan far'iy madlar bilan tanishamiz. Xo'p, far'iy mad nima? Far'iy mad ikki harakatdan ko'p cho'ziladigan mad. Bunga sabab yo hamza bo'ladi yo sukun bo'ladi. Mana far'iy mad turlari qilib hamza sababli, sukun sababli qilib qo'ygan. Xo'p, hamza sababli qanday bo'ladi desiz, mad harfidan keyin hamza kelsa, hamza sababli mad bo'ladi. Xo'p, sukun sababli mad qanaqa bo'ladi desa, mad harfidan keyin sukun keladi. Tushunarli bo'lyapti? Xo'p. Endi mana shu kelgan hamza vojib muttasil bo'lishi uchun bitta so'z ichida bo'lishi kerak. Joiz munfasil bo'lishi uchun alohida so'zda bo'lishi kerak. Kelayotgan hamza. Ya'ni mad harfi bilan hamza bitta so'zda bo'lsa, vojib muttasil bo'ladi. Mad harfi bilan hamza alohida so'zda bo'lsa, bunda joiz munfasil bo'ladi. Masalan, mana m harfini qarang. Mana m harfini hamza deb olsak, hamza degan so'z bitta so'z, to'g'rimi? Mana hamza bitta so'z, sababli bitta so'z, mad bitta so'z. Xo'p, mana hamzani ichida mana a dan keyin m kelyapti, to'g'rimi? Bu m ni biz nima dedik? Shartli ravishda hamza domimiz. Ya'ni mana shu hamzamiz mad harfidan keyin bitta kalimada kelgan, uni bitta so'z, hamza u umumiy bitta so'z, to'g'rimi? Shu bitta so'zni ichida kelyapti, mad bilan hamza. Shunda vojib bo'ladi. Mana sababli madda mana mana mad desak, mana ni, mana m ni hamza deb shartli oldik. Bunda qarasangiz, bu alohida so'z, sababli alohida so'z, mad alohida so'z. Mana m harfini biz shartli ravishda hamza deb oldik. Hamza bilan mad harfi alohida so'zda kelyapti. Alohida so'zda kelsa, unda u joiz munfasil bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi inshaalloh. Yana hali nimada pastda misollar bilan yana tushunamiz. Yana bir marta qaytaraman. Demak, hamza mad harfidan keyin kelganda hamza va mad harfi bitta so'zda bo'lsa, vojib muttasil bo'ladi. Alohida so'zda bo'lsa, joiz munfasil bo'ladi. Vojib muttasilni 4-5 harakat cho'zasiz. 4 harakat cho'zishga ulamolar nima qilishgan? 4 harakat cho'zishligingiz vojib. Joiz munfasilda 2 harakat cho'zsangiz ham bo'ladi, 4 harakat, 5 harakat cho'zsangiz ham bo'ladi. Endi siz arab tilini bilmasangiz yoki so'zlarni ajrata olmasangiz, bu bitta so'z, bu alohida so'z, bu bitta so'z ajrata olmasangiz, mana joizni ham 4 harakat cho'zganingiz yaxshi. Tushunarli? Shunda siz qarang, bu bilan bu ikkalasi ham 4 harakat cho'zsangiz bitta bo'lib qoldi. Ya'ni yana ham ilm nima qildi? Sizga soddalashdi, umumlashdi. Demak, mad harfidan keyin hamza kelsa 4 harakat miqdor cho'zamiz. Hozir boshlang'ichda shunaqa o'rganamiz. Tushunarli? Endi bitta narsani bilib olamiz, qarang. Biz hozir nima o'tyapmiz? Qisqa tajvid darslarini o'tyapmiz. Ya'ni chuqur kirib ketmaymiz. Tushunarlimi? Illo imkon qadar sodda qilishga harakat qilaman. Xatimda ham keyin sekin shunga qarab nima qilib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Endi keyinchalik, bu kursdan keyin o'zingiz masalan qiziqib, shu tajvid ilmini nima yaxshilab o'rganaman, yaxshilab nima qilaman, tagiga yetaman deb turib, chuqurroq o'rgansangiz bo'ladi albatta. Keyingi bosqichlarda demoqchiman-da. Ya'ni bu bosqichda nima qilamiz? Imkon qadar soddalashtiramiz va qoidani ko'paytirmaslikka harakat qilamiz. Men yuqorida aytganimdek, mana 2 ga bo'lgani yana biz bittaga tepaga qaytarib qo'ydik, ya'ni. Demak, hamza sababli bo'lganda, demak, maddan keyin hamza kelsa 4 harakat cho'zamiz deyapmiz hozir. Uni 2 harakat cho'zsa ham joiz joylari bor. Masalan, o'sha hamza boshqa kalimada kelsa 2 harakat cho'zsa bo'lar ekan, lekin biz nima qilmaymiz? Hozir ajrata olmaganimiz uchun, yangisizlar masalan arab tilida bilmaysizlar ba'zi so'zlarni yoki tushunmay qolishingiz mumkin, alohida kalimada kelayotganini sezmay, farqlamay qolishingiz mumkin va hokazo bir qancha sabablar bor. Mana shu vaziyatlarda nima qilasiz? Demak, ikkalasini ham 4 harakat cho'zaverasiz. Demak, hamza kelsa, maddan keyin hamza kelsa nima qilyapmiz? 4 harakat cho'zyapmiz. Mana bu yerda ham shunaqa. Mana bu katta sila madda qarang. Maddan keyin hamza kelyapti. Shuning uchun bu alohida katta sila mad qilib turib, bu mad far'iy madga qo'shiladi deb qo'shib qo'yapti bu yoqqa. Buni ham asli 2 harakat cho'zsangiz bo'ladi. Bu xuddi mana bu boshqa kalimada kelyapti-ku mana. Boshqa kalimada kelgani uchun bu mana bu joiz munfasilga o'xshab ketadi-da.
joiz munfasilga o'xshab ketadi. O'shaning uchun buni ham ikki harakatchi yozsangiz bo'ladi, lekin to'rt harakatchi yozsangiz ham yaxshi. Tushunarli-a? Menimcha bu tomondagi bilim jamlandi. Far'iy madlar nima qilinar ekan? Ikkiga bo'linar ekan. Hamza sababli, sukun sababli. Hamza sababli bo'lganlarda maddan keyin hamza kelar ekan. Mana shu hamza kelgani uchun madimizni ikki harakat emas, to'rt harakat yozar ekanmiz. Tushunarli bo'ldi inshaalloh. Xo'p, endi sukun sababliga o'tamiz. Sukun sababli demak 3 ga bo'libdi. Oriz, lozim, lin qilib. Xo'p, sukun sababli nima degani o'zi? Maddan keyin, mad harfidan keyin sukun kelishi degani. Tushunarli? Mad harfi o'sha mad harflari qaysi edi? Sukunli vav, undan oldin domma kelgan bo'lsa, ha? Alif, undan oldin fatha kelgan bo'lsa, sukunli va ya, undan oldin kasra kelgan bo'lsa. Esinglarda-ya? Hop, bu demak sukun harflarini yig'sak, nima bo'lardi? Voy bo'lardi. Vay bo'lardi. Vay deydi. Vay deb eslab qolsangiz bo'ladi. Va ay. Ha? Vav harfi, alif va ya harfi. Vay deb eslab qolsangiz bo'ladi. O'sha vaydan keyin sukun kelsa, ha? Bunda ham mad qilinadi. U mad mana tabiiy maddan oddiy asli maddan sal boshqacharoq bo'ladi, ya'ni ko'proq cho'ziladi. Xo'p, endi o'sha sukun, ya'ni maddan keyin kelayotgan sukun ham ikki xil bo'ladi. Qanaqa desiz, birinchisi o'zi bor sukun, ya'ni siz qo'ymagansiz sukunni. U bor sukun. Masalan, u o'sha lozim mad deyiladi. U bor. O'zi doim turgan sukun. Misol, mana, masalan, mana mim ustida sukun turibdi, to'g'rimi? O'zi bor sukun. Siz qo'ymagansiz bu sukunni, to'g'rimi? O'zi bor sukun. Yoki mana Allohida shadda turibdi. Biz shaddada nima deganmiz? Shadda kelsa ikkita degani shu l ni ikkitaligini bildiradi. Shu l ikkita bo'lsa, shu l dan birinchisi sukun degani, to'g'rimi? Mana bu sukunni siz qo'ymagansiz, mana shadda turibdimi? O'zi bor degani bu sukun. Ha, yoki mana bu n ustida nima qilibdi? Sukun turibdi. Bu sukunni siz qo'ydingizmi? Yo'q, o'zi bor sukun. Mana shu sukun o'zi bor sukun, lozim sukun deyiladi. Nima degan ekan? Lozim sukun, o'zi bor sukun. Siz qo'ymagansiz uni. O'zi gapda kelyapti. Bunday qarasangiz sukun belgisi qo'yilgan yoki ustida shadda bor. Shaddadan demak, shadda degani shu ikkita harfdan birinchisi sukun degani. O'zi bor sukun. Demak, maddan keyin o'zi bor sukun kelsa lozim mad bo'ladi. Maddan keyin, mad harfidan keyin, mad harfidan keyin o'zi bor sukun kelsa lozim sukun bo'ladi. Endi oriz sukun qanaqasi? Uni siz qo'ygansiz sukunni. Qanaqa desa, masalan, mana qarang. Va tubu ilalloh deb o'qiladi, bu. Ilalloh deysiz. Ha? Ilalloh deganingizda o'zi ilallohi deb yozilgan-ku, mana oxirdagi ha yumshoq hayimizni pastida kasra turibdi, lekin siz ilalloh deyapsiz. Ilalloh deb turib, mana bu h ni ustiga sukun qo'yapsiz. Ya'ni vaqf qilib to'xtamoqchisizda, vaqf qilib to'xtamoqchi bo'lganingizda mana shu h ni ustiga siz sukun qo'yapsiz. O'sha to'xtamoqchi bo'lganingizda siz qo'yayotgan sukun o'zi sukun emas-ku, to'g'ri? Masalan, bismillahirrohmanirrohim deysiz, to'g'rimi? Rohim deb to'xtayapsiz. Agar mushafga qarasangiz, o'sha rohimdan keyin mim nimasida harakati bor. Mimma harakati bor. Lekin siz nima qilmayapsiz? U harakatini nima qilmayapsiz? Ustiga sukun qo'yapsiz. Uni harakatini o'qimayapsiz-da, rohim qilib turib ustiga sukun qo'yib qo'yapsiz. Ana o'sha siz qo'yayotgan sukun, siz qo'yayotgan sukun lozim sukun, oriz sukun deyiladi. Tushunarli? Siz qo'yayotgan sukun oriz sukun. Demak, mad harfingizdan keyin siz qo'ygan sukun, ya'ni mana shunaqa vaqf to'xtamoqchi bo'lgan sukuningiz kelsa, siz o'zingiz qo'ygan sukun bo'lsa, vaqf to'xtamoqchi bo'lsangiz, yana ham soddalashadi. Demak, ana shu oriz mad bo'lar ekan. Lozim bilan oriz tushunib oldinglarmi? Endi linni tushunamiz. Lin vav va ya harflarimiz bor-ku. Vav, mana voy degi vav bilan yasi. Alif emasda, vav bilan yasi. Mana shu vav bilan yadan oldin fatha kelsa va bular sukunli bo'lsa, vav ham sukunli, ya ham sukunli, undan oldin fatha kelgan. Fatha harakat. Ay bo'lib to'xtaganda, masalan, yoki av bo'lib to'xtagan. Tushundingizmi? Ay yoki av bo'lib to'xtagan. Da sukun bor. Undan keyin yana sukunli harf kelsa. O'z ba'zi kitoblarda linni ham bor, oriz, madlin, oriz, madlin lozim deb bo'lib tashlaydi. Mana shundan keyin lin harfidan keyin sukun kelsa. Sukun. Masalan, o'sha ay deb yana sukun borda, ha? Uchkada yozsa bo'larmi-kan bunga? Mana masalan, yozib bo'lmas ekan. Hop, mana qarang. Hozir inshaalloh. Mana deylik. Fatha keldi. Unda qanaqadir harf bor. Harfda ahamiyati yo'q. Fatha keldi. Undan keyin ya harf keldi. Ya, ha? Ya harfimiz.
Mana shu ya harfidan keyin liboy harf, masalan t harfimi, u harfning umuman ahamiyati yo'q. Mana shu sukunli kelsa, tushunarlimi? Sukunli kelsa. Bu sukunni biz ikki xil bo'ladi dedik-ku. Bu sukun siz o'zingiz qo'yayotgan sukun bo'lishi ham mumkin. Siz o'zingiz qo'yayotgan oriz sukun, masalan o'zi t da, siz masalan t deb to'xtatasiz, masalan shu to'xtatasiz. Siz o'zingiz qo'yayotgan sukun, to'g'rimi bu? Yoki o'zi bor sukun, ahamiyati yo'q. Siz qo'yayotgan sukunmi, o'zi bor sukunmi? Odatda siz qo'yayotgan sukun bo'ladi. Ya'ni bu so'z nimani oxirida keladi. Ya'ni vaqf qilinayotganda qilinadi odatda bu lin nimasi? Lin madi. Mana shu lindan keyin mana bu harf lin harf deyiladi, xo'p. Mana shundan keyin sukun kelsa, oriziy sukun keladi. Odatda endi lozim ham keladi. U joylari aytgandek chuqurlashasiz inshaalloh keyin. Mana shu vaziyatda siz cho'zasiz. Ay Quraysh surasida bu juda ham chiroyli mana berilgan. Mana Quraysh surasida bugungi o'tganlarimizni bir tahlil qilib chiqamiz. Mana bitta qarang. Qizil quvoli ruchkachami? Mana qarang. Mana fatha, rodan ustida fatha bor. Undan keyin ya harfi kelyapti, undan keyin sh kelyapti. Sh tanvini bor tagida. Lekin masalan siz shu yerda vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, sh ustiga sukun qo'yasiz, to'g'rimi? Quraysh sukun qo'yasiz. Tanvin qilmoq, to'xtamoqchi bo'lsangiz. Ha? Quraysh deb to'xtaysiz. Endi shu yerda mana shu lin bo'ladi-da, siz buni cho'zasiz. Quraysh demasa Quraysh deysiz. Tushunarlimi? Li ila fi Quraysh. Ha? Tushunarli-a? Demak, mana shu vaziyatda siz mana shuni to'xtab naqayapsiz, sukun qilyapsiz. Yoki undan keyingi oyatda ham shunaqa narsa bor mana. Fathadan keyin mana ya kelyapti-da, undan keyin f ni fi bo'lib turibdi, lekin siz mana soif deb to'xtasangiz, ustiga o'zingiz oriziy sukun qo'yapsiz. Ya'ni soif deb to'xtasangiz. Shunda siz soif deb cho'zasiz. Yoki ham. Xo'p, bayta o'zi bayt. Al-bayti. Al-bayti. O'qib ketasiz. Al-bayti ay al-bayti allazi deb o'qib ketaverasiz. Qo'shib o'qib ketasiz. Mana t dan keyin i ni l ga urasiz, chunki mana vasli buni o'tgandik, to'g'rimi? Tillazi deb o'qib ketaverasiz. Al-bayti allazi deb o'qib ketaverasiz. Agar o'qib ketsangiz, qo'ysiz. Lekin menga sukun qo'ysangiz, to'xtasangiz, bayt deb to'xtasangiz, mana bu y ni cho'zasiz. Bayt qilib. Inshaalloh menimcha tushunarli bo'ldi. Yoki mana oxirida vov, mana yeligini shuncha misollarni ko'rdik, vovligini ham ko'rib qo'ydik. Mana xodan keyin mana alif bor, alifdan keyin vov kelgan mana. Vov va undan keyin f turibdi, to'g'rimi? Shu yerda masalan min xavfim deb turib keyingisiga bismillahirrohmanirrohimga o'tib ketsangiz, o'tib ketaverasiz. O'tib ketmayman, yo'q to'xtayman desangiz, xavf deb sukun qilasizmi, f ustiga oriziy o'zingiz sukun qo'yasiz. Bu sukun yo'q edi, xavf deb to'xtayapsiz, to'g'rimi? Xavf deb to'xtayapsizmi? Shu to'xtaganingizda siz min xavf deb turib mana cho'zasiz. Min xavf. Tushunarli? Xavf deb turib cho'zasiz. Menimcha inshaalloh far'iy madlarimiz tushunarli bo'ldi qisqacha. Demak, hamza sababli bo'lganda aytar ekanmiz. Maddan keyin hamza kelsa, yana bir marta takrorlab o'tyapman. Va sukunda maddan keyin sukun kelsa bo'lar ekan va turlarini o'tdik. Oriz, lozim, linni. Xo'p, endi bu yerda bir sidra o'qib chiqamiz. Bir sidra o'qib chiqamiz inshaalloh. Keyin oxirida bitta yana cho'zishlarni jamlab olamiz. Alloh taolo nasib qilsa. Xo'p. Demak, vojib, mana vojibdan boshlab bir chekkadan hammasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Bittaga misollari bilan-da. Vojib muttasil mad. Yuqorida aytganimdek, bir so'zni o'zida mad harfi bilan mad harfidan keyin hamza kelsa, bitta so'zni o'zida vojib muttasil bo'ladi. Mana sha'a bitta so'zda bu. Sha'a degan so'z bitta so'z. Mana shu bitta so'zni ichida mana maddan keyin nima kelyapti? Hamza kelyapti. Mana shuning uchun sha'a bo'lib cho'zyapti. Xo'p. Sizlarga yuqorida shpargalkani aytdimmi? Ya'ni odatda mana shu far'iy madlarni belgisi ya'ni ikki harakatdan ko'p cho'zilayotganda mana shu vov ustidan qo'shcha belgisi turibdi-ku. Qo'shcha belgisi. Mana shunaqa belgi keladi odatda Qur'onda. Ya'ni shu belgi kelsa, demak, ha, bu ikki harakatdan ko'p cho'ziladigan ekan deb sizlarga shpargalka eslab qolsangiz bo'ladi. Buni aytdim, yuqorida aytmadimmi? Xo'p. Mana shunaqa demak mana. As-sa'ila. Ha? Xo'p. Vaslda qo'shib o'qilganda 4 yoki 5 harakat cho'ziladi. Ulamolar 4 harakat o'qishni tanlashgan. Xo'p. Joizi so'zning oxiri mad harfi bo'lib, undan keyingi so'zning birinchi harfi hamza bo'lsa, bu aytganimizdek. Mad bilan hamza alohida ketgan mana. Va tubu so'z tugadi, ilalloh alohida so'z. Shunda
Alhamdulillah. Shunda mana shu tubudan keyin mana maddan keyin mana hamzaga yo'liqyapti. Hamzaga yo'liqqani uchun biz madda nima qilamiz? Cho'zamiz. Necha harakat cho'zamiz? Mana mad 4-5 harakat cho'zib o'qiladi. Ulamolar 4 harakat cho'zib tanlashgan. Yuqorida ham 4 harakat edi. Ammo uni 2 harakat miqdori ham cho'zish joiz. Lekin bu joizni qilaman deb turib, siz yuqorida vojib tarkib qo'ymasligingiz kerak. O'shuning uchun nima qilishingiz kerak? 4 harakat cho'zavering agar siz ajrata olmasangiz. Bu hukmda katta silamadan qo'shiladi. Katta sila yuqoridagi vovchalardan keyin kelgan. Xo'p. Lozim mad harfidan keyin vasl va vaqf qo'shib o'qish yoki to'xtash va to'xtash hollarda lozim sukun kelsa lozim mad bo'ladi. Misol debdi, mana as-soxa. Mana soni madi xoni sukuniga yo'liqyapti. Mana shadda-ku tepasida. Shadda belgisi bo'lsa, demak mana xo ikkita degani. O'sha xo emas, o'sha xo harfi demoqchiman-da. Xo harfi ikkita degani. Xo'p, birinchisi sukunli bo'ladi, ikkinchisi harakatli, a? Birinchisi sukunli, mana maddan keyin birinchisiga yo'liqyapti, to'g'rimi? Mana soni madi o'zidan keyin kelayotgan xoni birinchisiga, sukunlisiga yo'liqyapti. Bu degani maddan keyin sukun keldi degani. Demak, sukun kelgandan keyin nima qilasiz? Uni siz cho'zasiz va mana shu sukun siz qo'ymagansiz, sukunni o'zi bor sukun. Mana aytyapti, sukun ikki xil bo'ladi. Lozim oriziy, kalima asli tarkibida bor bo'lgan sukun, lozim sukun. Asli o'zi bor, siz qo'ymagansiz uni. Lozim so'zi o'zgarmasligi ma'noni bildiradi. Xo'p. Asli sukun ham deb yuritiladi. Ya'ni aslida o'zi bor-da, yo'q, nima deydi, siz qo'ymagansiz uni. Vaqf sababli kalimaning oxir harfining harakati o'rniga kelgan sukun oriz sukun deyiladi mana. Vaqf sababli. Siz to'xtamoqchi bo'lib, vaqf qilmoqchi, vaqf to'xtash deganida, o'sha vaqf qilmoqchi bo'lib qilgan nimangiz, to'xtashingiz, sukuningiz, o'zingiz qo'ygan sukuningiz oriz sukun bo'ladi. Oriz so'zi lug'atda vaqtinchalik degan ma'noni anglatadi. Mana lozim madini 6 harakat miqdorida cho'zish lozim deyapti. Mana shu vaziyatda siz 6 harakat cho'zish. As-soxa deyishingiz kerak. Xo'p, 6 harakat cho'zish vojib deyishgan. Xo'p, endi turlariga kiryapti. Xo'p, lozimni o'zi tushundingiz-a? Endi turlarini, ya'ni yana ham maydalashyapti. O'zi turlariga asli kirmasak ham bo'ladi. Ya'ni mana turlariga kirish nima degani? Shu sukunni vaziyatga kelish vaziyatlarida mana qarang. Shadda bilan kelishi mumkin o'sha sukun. Ya'ni birinchi harfi sukun bo'lib, keyingisi harakatli bo'lgan mana soha yuqorida o'tgandek. O'zi kalimani o'zida sukun bo'lib kelishi mumkin. Mana al-ana buni. Al-ana bo'lib kelyapti-ku, mana al-lan ustida sukun bo'lib keldi. Shaddali emas, sukun bo'lib kelyapti. O'zi bunaqa ikki holatda keladi deyapti mana. Ular Yunus surasining 51 ham 91 oyatlarida mana shunaqa keladi. Al-ana. Al-ana bo'ladi hozir. Al-ana dedim-ku. Xato cho'zib yubordim. Mana al-ana cho'zasiz. Tushunamizmi? Mana al-ana. Tushunarli? Al-ana. 6 harakat cho'zishingiz kerak. Bunda ham shunaqa. Al-ana. Xo'p. Endi harflarda kelishi bunaqa. Suralarning boshlarida harflar keladi. Alif, lam, mim. Shunga o'xshagan vaziyatlar. Keyin mana bitta harflar qof, nun ga o'xshagan sod yoki shunga o'xshagan lozim madlaydi. Xo'p, oriz madlar, boya aytganimizdek, mad yoki lin harflaridan keyin to'xtalganda oriz sukun kelsa, sukunga yo'liqqan mad bo'ladi. Bunday mad sukun oriz mad deyiladi. Mana boya aytganmiz. Al-ma'abi. Ko'zi mana. Al-ma'abi, to'g'rimi? Al-ma'abi. Endi siz b emas, b deb sukun qilib to'xtamoqchi bo'lsangiz, al-ma'ab deb to'xtaysizda. Tushunarlimi? Al-ma'ab. Xo'p. Yoki hamda al-alamina, to'g'rimi? Yoki hamda ar-rahimi. Endi siz ar-rahimini ustiga sukun qo'yib ar-rahim deb to'xtamoqchi bo'lsangiz, xuddi bismillahir-rohmanir-rohimga o'xshagan. Ar-rahim deb to'xtamoqchi bo'lsangiz, ar-rahim deb cho'zasiz. Mana shu cho'zishingiz 2 harakatdan ko'p bo'lyapti. Uni mana aytganda shu to'xtasiz, orzu 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat cho'zish joiz. 2 4 6 cho'zsangiz bo'ladi. 2 harakatdan cho'zsangiz bo'ladi. O'zi tabiiy holatda 2 harakat cho'zardingiz, to'g'rimi? Ar-rahimi siz ham 2 harakat cho'zasiz. Ar-rahimi, ar-rahim.
bir xil masalan. Lekin 4 harakat chizsangiz ham bo'ladi. Ar-Rohim qilib yoki 6 harakat chizsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Lekin mana aytyaptiki, eslatma tilovat qilgan odam qiroat asnosida oruz matlarni bir xil o'qish matlub deyapti. Yani bir xil. Odatda masalan 2 harakat cho'zdingizmi, shu qiroatingiz oxirigacha 2 harakat cho'zganingiz yaxshi. 4 harakat o'qib cho'zyapsizmi, mana shu madlarni 4 harakat cho'zishingiz. 6 harakat cho'zyapsizmi, 6 harakat cho'zishingiz kerak. Ya'ni bitta kelganda 2 harakat, bitta kelganda 4 harakat, yana boshqa yoqda 6 harakat qilib, bitta qiroatda har xil qilib cho'zishingiz yaxshi emas. Xo'p, endi lin boya aytganimiz uchinchisi. Fathali harfdan keyin sukunli vov yoki ya kelib, undan keyingi harfga to'xtalsa, lin bo'ladi. Boya aytganimiz mana. Al-bayti yozilgan, al-bayt to'xtasangiz, shunda lin bo'ladi. Bunda siz buni ham cho'zishingiz kerak. 2, 4, 6 harakat cho'zishingiz joiz buni ham. Al-bayt siz ham bo'ladi. Al-bayt ko'proq cho'zsangiz ham bo'ladi, 6 harakat cho'zsangiz ham bo'ladi. Undagi lin madlarga e'tibor bering. Quraysh surasini biz yuqorida nima qildik? Tahlil qilib chiqdik. Hisob. Demak, uyga vazifa sizga Quraysh surasi. Yuqoridagi ma'lumotlarni ham o'rganganingizdan keyin Quraysh surasini keyingi dars menga o'qib berasiz. Xo'p, bunda mana shu madlarga e'tibor berib, bu yoqda boshqa madlar ham kelgan, tabiiy madlar ham kelgan. Mana qarang. Mana shita was-soyf bo'lib turib, mana shitadan keyin hamza kelgan. Bugun o'tdiga. Mana was-soyf bo'lsa, xo'p, mana bu lozim madam kelganmikin? Hop, ko'rmadim. Mayli. Nima qilib tayyorlab kelasizlar inshaalloh. Keyingi darsda qalqalardan davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.